Mana hozir skuterda simlarini qanday ulashib ko'rsatib o'tib ketaman. Motorga buni yaxshilab qarasangiz, mana motordan bitta sim chiqqan bo'ladi. Bitta bizga faqat bu iskirani topib zavod qilish uchun-da. Bizga ikkita sim kerak bo'ladi. Mana bu sariq oqi, bu tok, bu kerak emas zavod qilishga, bu faraga kerak bo'ladi. Mana qizil qora sim bu, ko'k oq sim bu. Qizil qora simni mana kommutatorda ikkita yonidagini ikkita mana qarangda, ikkita teshicha bu, to'rtta teshicha bu. Ikkita teshichalikni pastiga ulaysiz. Buni mana ana bu qizil qora sim pastga ulanadi. Ko'k oq sim motordan chiqqan. Kommutatorda mana bu to'rtta teshichalikni tepasiga mana bunga ulanadi. Yonidagi shunday chiqatda ananga ulanadi. Mana babinani mana bu plusi, bu minusi, bu prosta ramaga berasiz. Bundan ham mana pastdagi ikkita teshichasi bular minus. Shunday mana bittasini shunday massa ramaga berasiz, bittasi bunga mana minus. Bunisi mana ikkita teshichani tepasidagi bu ramaga tegirsangiz o'chiradi. Bu bittasi bu yerga pastga ikkitada massa, bittasini ulasangiz bo'ldi, bittasi kerak emas. Shunday ulab mana statordan ikkita sim chiqqan bo'ladi. Bitta yashil, bitta qizil, mana plus minusda statordan. Bir xillarniki bitta qizil chiqadi, plus, minusi rama. Shunday akkumulyatordan minusi ramaga tegirsangiz ham zavod oladi. Mana hammasini ulaysizda. Mana